için başlıkta nüfusasını çıkaramaz mı? Yerken çıkartımlar nüfusasını bakatın. Hemen neymiş yalan şu? Mesela Xitay'da kapatsın yok. Ben de Xitay'da belki yaşamak Xitay'da akılandırma var. Yok burada Xitay'ın bakatlıklarına bu şartlar. Assalomu alaykum, xush keldinglar. Bugungi temam Cumhuriyetçiler Partiyasi to'g'riliq ishlagan temamdagi ikkinchi bo'lim qismlarga bo'lib ishlaydigan bo'lib ketdim. Bir hisobda 3-chi qatimliq deb hisoblab olsam bo'ladi. Oldingi qatim nima desa shu birinchi qatimliq Cumhuriyet Partiyasi to'g'riliq ishlagan videomni ko'rgandan keyin inkoslar bo'ldi-da, inkoslarni mana shu naq maydon inkos o'qib ishlagan bir videom bor. Külmanlarda sana yeni külgüm köplam turadi qo'y ba'zi gaplar. Endi bizniki Uyg'urlar YouTube'ga chiqqanligi uzun bo'lgandan keyin YouTube degan bu bir social medianiki bu platformaga yurishga qiladi. Bu yil boshlandi. Shunlashqa yangi bir xil uslublarni qabul qilaman deb bilmadim. Ishqilib shu inkoslarni o'qigandan keyin videomni muntazam qabul qilamagan ekanda. Şu sizlarga hozir bir misollarni elib, andan keyin asta-asta partiyamning kepiga tushib ketamdim. Deganimdek shu Uyg'ur YouTube kanallari o'sha 2020-yil rasmiy barliqqa kelgan nima. Dehim aylaqa ko'plagan yangi YouTube kanallar, kim o'zining bilimini o'rtoqlashish degandek ish qilib nurg'un ba'zilari sayohat videosi, tomoq etish videosi, bu video boshdan bir har xil temadagi yoshlar kanallar chiqdi-da. Dastlabda shu bu yil 1-oy, 2-oy mezgilda mana 2020-yil nima yili deb bir video ishlagan mana shu chog'da. Ba'zilar qutulish yili, tirilish yili, gullanish yili, madaniyat festivali yili, da o'ylanish yili degandek shunday gaplarmi chiqqan chog'da to'g'ridan. Men qo'p 2020-yil YouTuberlar yili bo'lsin deb boshqa degan o'sha qilib o'sha yangi qo'shilayotgan, sapga qo'shilayotgan Uyg'ur YouTube'larni shu nim qilish orqali YouTube'ga chaqirish orqali yangi kanallar barliqqa kelgan. O'sha yangi YouTube kanallarini to'xtamay e'lonni berib, tashviq qilib berib degandek shunaqalıqi nim bo'ldi-da. Texnik ko'plikda shunday bo'lsa-mu, yangi nasllarga qabul qilolmaydigan darajada ba'zi temalarni inkosga qaratmay shunday o'ylab qoldim. Bu inkos o'qib video ishlash degan bu odatdagi normal ahvol. Masalan, sizlarga bir misolni berib aytay. Mayda bir sizlarga bir nimani qilay. Amaliy misollardan elib aytay. Agar navali kerak hech qanday YouTube'ga video yo'laydiganlar nima to'g'risida video yo'lashni qilmay qolgan bo'lsanglar, o'shunda sizlarga tushgan inkoslar qarta savollarga javob berib video ishlasanglar bo'ladi. Yaxshi inkoslarni o'qib, yomon inkoslarni o'qib video ishlasanglar tamoman bo'ladi. Masalan, mayda bir danglik bir kanal bor. That video I am going to read all your mean comments. I do have some haters like a lot of other YouTubers do, and I thought for this video we're gonna read some mean comments. Chicken says, "Wow, you are one ugly bastard." Well, I'm sorry. I can't help it, okay? Odamniki chiroyini bir narsada, odamniki bu ko'zini olgan deb, tutib ko'rgan deb, undaq odamlarga undaq inkoslarni qilsanglar, mana buni o'xshash hech yeri kelmaydi. Xiyolga kirib chiqmaydi. Sizlarga men bir ilgari bir ishlagan bir I got born this way and I guess you just bully me with it. You're a bully. You're mean. Yeah. My name is not important, says. O'shunga o'xshash shu tushgan inkoslarni o'qib video ishlasanglar tamoman bo'ladi. O'zinglar nimani anglagan bo'lsanglar, o'zinglar shu to'g'ri o'ylaganinglarni so'zlab shu video ishlasanglar bo'ladi degandek. Is in fact my name if you pronounce it in Ninja, but these comments obviously not, man. Josh is a yeah.
Shundaq men kommentlarni o'qib video ishlasanglar, bu o'zinglarniki texmo kuchlanishiga social mediadagi bo'lib shu YouTube video yo'llayotganlar haqniki yomon inkosga qarab yiqilib to'xtab qolganida ishlarni qilmalar bu yo'llarga qarab ketaveringlar. Meniki ilgari ishlagan bir videom bor, arz qilaman deb ishlagan bir video. Ashanda ishlatilgan barmoqni ustiga bosamsiz, ostiga bosamsiz, haqniki u YouTube'da kanal chiqaruvchiniki nim yo'q. Masalan, bir Xitoy xotinniki shu yomon gap qilgan shu bir videosini report qilinglar, arz qilinglar deb ashuna o'rgatgan bir videom bor. Aslında deganimga o'xshash, siz qanchaki ko'p inkoslarni yozgan sari, bu faqat shu meniki kanalimga foydasi bo'ladi, taraqqiyotiga. Undan boshqa foydasi yo'q. O'zingizniki fikrini o'tirib qo'ymansiz, uni tamoman bo'ladi. O inkoslarni men kelar qadimliq videolarda yana bir qatim mashina inkoslarni o'qib, partiya a'zolarininki qanday ekanligini sizlarga bir ko'z tutib qo'ymoqchi. Kelar qadimliq videolarimniki birsida davomli obuna bo'linglar. Ko'rayotganlarning ichida hozir qanchalar bor? Barmoq belgisini ustiga qarag'anni besib qo'yamsizlar, ostiga qarag'anni besib qo'yamsizlar, hech bir narsani besib qo'yib davomli ko'raveringlar. Birinchi bo'lib qo'sh inkoslarniki yozilishi to'g'risida to'xtaldim. Anandan keyin sizlarga shu partiya a'zolariniki inkos yozish dedim, ularniki vatan sevgisidan foydalanib, partiyaniki mohiyatini tushuning degandan keyin shu partiyaniki mohiyati va Najmiddin o'zinglarniki agashgan odamlarni tushuninglar deb bu bir tema, ayrim ikki tema, shularni shu birindan so'zlasam, oldi bilan partiyaga kelsak. Partiya meniki bu ovozli hujjatlarni to'g'ri bundaq elishimdagi nima bu? Ayni chog'da men fidoyilar ekraniga telefon qilib bir savollarni so'rab, bir partiyani bir yaxshi tushunib boqay deb. Shuning bilan menga maxsus shu siyosiy o'rganish qilganda, sizlar partiyaga kirishni ilgari siyosiy o'rganishlarniki men soatlab o'tirib ayrim dars olgan emasman. Ham shu chog'da meni qaytib qo'ygan chog'da rekord qilsam bo'lamdi, shu chog'da rekord qilganligimdan hatto o'zi to'xtanglar. Hammasidan xabari bor. Maqsadimmi bu videoni ishlashdan ilgari odatda men shunday o'ylaganlarimni ishlayman deb, odatda o'ylaganlarimni so'zlayman deb bu video ishlayman emas, oldin ola Facebookga shunday schedule qilib qo'ysam, darhol men bilan aloqalashibdi-da. Qanaqa qilib ishni menga bo'lmasa u yugurib qo'yib bir qatim o'zim aktivlik bilan telefon qilib izlab yurib yo'qdaq avar qilgan ishni qilgan. Tuyuqsizlam bu meniki birinchi qatimliq videoni chiqargandan keyin men qartizimniki tiqib qo'ygani mashunda kulgili ham qiziq filmda. Endi Xitoyniki odamlari, Xitoyniki bayonotchilari, Xitoyniki har qaysi davlatlardagi elchixonalarniki bosh elchisi degandek odatda o'ziga qarshi fikr yozganlarni hammasini shu qartizimniki tiqiblamadi-chu. Va muhojirlar tarafidan yana bir necha shu to'xtamay shu Uyg'urlarniki guvohlik videolarini bu inkos shaklida boshqalar shu Xitoylarniki spokespersonlarniki ostiga, ambassadorlarniki yozgan bir narsaniki ostiga, yolg'on gaplarniki ostiga men guvohlik videolarini davomli choplab qo'ydim. Shu qachonligi bir narsa qilsam qilib bir necha tarafidan shunday shu blok bo'lib ketgan. Endi bu partiya to'g'riliq gap qilsam ham bu bazı işler neden ki külgüm ki mesela bir avazının özünün lamday birovdan paranlaşgan gaplarimizni kamsi shu siyosiy o'rganish Xitoyninki shu tarixiy chinshixon mazgil bilamdi hokimiyatlarniki almashgan davrdagi o'tirdiki shu hokimiyat almashgandagi vaziyatlar bilamdi shu hozir sizlarga dars qilib so'zlayotgan Tibetlar bilan solishtirib qilayotgan shunday gaplar bilamdi o'sha darslarni hammasini men anglaganda shu partiya to'g'riliq o'ylaganlarimni bir so'zlay deblam oldin ola schedule qilib nimaga yozib qo'ysam, Facebook chiqarib qo'ysam, darhol meni bilan aloqalashibdi. Assalomu alaykum, hurmatli qanday ahvol yaxshimi? Mendan bexabardan ziyorat turishni chiqarib qo'yibsiz, qachon bo'lgan ish bu?
Menden bexabarlam ziyorat uqtirishini chiqarib qo'yibsiz deb. Ammo partiya to'g'riliq, Najmiddin to'g'riliq so'zlaydigan bo'lgandan keyin o'ziniki rasmisini ishlatibman-da, o'zimniki thumbnail picture, o'zimniki ismi bilan yon tarafdagi kichik nimasiga. Amaliyotda bo'lsa, men faqat shu o'zimnikini ham so'zlamoqchi. Oshta qilib men gap qildi, bu meningdan xabarsizlam, bu uqtirishni chiqarib qo'yibsiz-ku deb. Shuning bilan telefon qiling deydi. Nimaga telefon qilman? Desem, men yo'q bo'ladigan suhbatma bu deb, shu o'zimniki o'ylaganimni so'zlayman dedim. Shuning bilan jimit bo'lib ketdik. Men o'zimniki videosini chiqarib 2 kundan keyin, anondan keyin bilibman, nima atsig'u deyman. Men videoni ishlayman deb e'lon chiqardim. Adsi nimani ishladim, videomni ishladim. O'g'ilki anoniki meni blok qilayotganligini bildim-da. Shuning bilan ko'zimki bu partiyalar hammasi nimishki men shunchalar o'shdi deb ikkisiniga farqini solishtirib baxsam, har ikkisiga shu qarshi gap qilgan chog'dikin boshqa nima qildi? Har ikki masalan kompartiyaniki bir narsaga men rost gap qilgandan keyin meni blok qiladi. Bu Cumhuriyet Partiyasininki ba'zi bir shu ayni maqsadlarini aş muddalarını hamda özünki qanaq ekanligini bu to'g'ri degandan keyin shu men bu yerda hamma narsani isbotlab gap qilgandan keyin meni tam blok qilibdi-da. Men shu ikkisini o'xshatdim. Birisi Kommunist partiya, birisi Cumhuriyet Partiyasi, ikkisi ayrim ikki xil ideyadagi tubdan o'xshamaydigan ideya degan taqdirda ba'zi ish harakatlari butunlay o'xshashdeklam. Oshta qilib har ikkala partiya tarafidan qartizimga kirgizib yetildim. Ondan ilgirki siyosiy o'rganishlarda hammasida shu meningki shu yilqi so'zlagan darsliklarini men o'tirdim shundoq nima qilib olamdikin deb aqchan meningki bu qarshi maydonda turib bundoq o'zimniki o'ylaganlarimni mono mazmunlarda gap qilganimni aqchan o'qimagan bo'ydi. Shunlashqa ata menga gap qilib Oy siz mendan bir so'roqlar bu nimalarni qilib qo'yibsiz-ku, suhbatni o'rlashtirib qo'yibsiz-ku dedi. Yaxshi shu mushuk biladi, meniki shu ayni chog'da rekord qilganligimni biladi. Dars tugagandan keyin o'ziniki degan gapim bor. Kamera düşürmüşsün. Kamerani. Rekord amaldan qoldiring deb. Bu yoshirin ishlar emas bu. Ammo nima qilayotganimni biladi. Shu faqat meningki ishninki haqiqiy tegiga, mohiyatiga yetib, amaliyotni ko'rganligimni u chog'da meni esqimda meni shu butun nimasi bilan shu partiyaga kirdi deb o'ylagan chog'i yaxshijon. Men shu darslarni anglab, shuni tekrar savol so'rab, hatto oldin qitim so'rgan savolimni chiqarib qo'ydim. O'shaga shu endi siz deb yotgan partiyaniki maqsadi nima ekan deb so'ragan chog'da shu chog'da men degandim. Shunaqa o'xshash bir turdagi o'xshash ideyadagi kishilarni yig'ib to'plab shu maqsad oxirgi maqsad pul tepishgan shu deb boshlanib desam shu chog'da satrak qilib aytgan chog'da shundoq, lekin biz undoq demaymiz, uni desak bo'lmaydi deb boshlanib degan gapini o'z og'zidan chiqargan shu chog'da. Undan boshqa bu partiyaniki bu rahbarninki o boshqa tashkilotlar bilan hamkorlashimiz, birlikda harakat qilamiz, tang harakat qilamiz degan gaplarning hammasi amaliyotga uyg'un emas deyotgan gapi bilan tili bilan dili bir emas deb uningdagi ovozni o'sha birinchi qitimliq nimada chiqardim. Uningda deyilgan chog'da shu Dünya Uyg'ur qurultiyi to'g'risida degan gaplarni ma'lumotlar iltirib qaytadan qo'yay. Kanadadagi qurilgan partiya to'g'risida bu yerdagi qayrichilar partiya qurib amaliyot to'liq qo'ldan yetishganmaydi, hech nima qilolmaydi. Ularni pachaqlab tashlaymiz, yo'q qilayotimiz degandek gaplarni anglab, ashlarni qo'yib berib, mumkin partiya a'zolaridan bir ikkisi bilan aloqalashibdi, biraylar. Najmiddinning gapida hech qanday xatolik yo'q ekan-ku deb boshlaydi. Menga yuyilib sodiqlik Najmiddin tarafda turib shuni qo'g'dab deymanmi endi. Ish gapsiz xato bo'lsa, oshniki gapini to'g'ri deyishning o'zi hozirgi partiya a'zosi bo'lgan yoshlarimizniki qanchalik darajada iliqi bir o'ziniki nima bo'lib ketib qolganligiga qarab men nima qildim-da, shuning bilan bu anonsdagi boshqa yerlarda yozgan inkoslarni ko'rib,
partiya a'zosi bo'lgan bolalarniki naqadar shundaq vatan sevgisiniki aslab eshib ketib naqadar talolishib ketib bag'alab qarab bu bir yaxshi ahvol emas bu deb o'tirib chiqib bir narsani so'zlab baqay anglag'anlar anglasin tushunadiganlar tushunib bir uyg'onib haqiqatni amaliyotni ko'rib baqsin deb o'shaqni qildim u nimaniki partiyaniki g'oya butun yoshlarni shu g'oyalashtirib etish amaliyotini ijro qilib o'ziniki yana bir gapini ham qo'yib beray sizlarga. O'zim bilib qanday ekanligini bilib turib kishilarni yosh bolalarni shunday shu brainwash shu mensini yo'q vatanni qurib chiqamiz degan gap bo'lmasin bo'ladi vatanni qurish degan ish qilib g'oya bo'lsin qura olamiz mana shuni qilsak deydi. Ba'zi darslikni anglayverib asnab ketaman-da. Asnamaman deydi. Men aktivlik bilan telefon qilib dars anglaydigan emas u o'zi to'xtamay shu meni partiyaningki bayonotchisi qilmoqchi xiyoldandi shu eltirib shuniki gaplarini anglaylik bu shunaqa partiyani cho'qim quramiz biz tayyor turmasak bo'lmaydi deydigan ideya bilan shundoq odamlarni atrofiga to'plab ammo partiyani qurib tayyor turmasak bo'lmaydi degan nima birinchi qadamliq videoda uni shu Jujampish og'zimga tushdi yangilam o'xshatdim-da men uni birinchi qatamliq videomda ko'rgan bo'lsanglar bilsizlar aqchamda bir taraf bor yerda bir vatan ozod bo'ladi degan bir narsani shunchaqam bir tushdi adab og'zimizda qachvoy patkalanglar deb atrof odamlarni chiqqandek shunga o'xshaysiz deganim shu endi bu nimaga tayyor turmiz deb tashkillanamiz deb tashkillanganlikni qo'y yaxshi uninki oqsida nima maqsadlar bor bu mohiyati nima degandeklar to'g'riliq oldingi videoda shu aylantirib aytyapti sizlarni mau to'g'riliq mundaq ishlar bor deb sizlarga shu partiyalarni solishtirib o'zinglarniki davlatdagi partiyalarniki badal pullarini solishtirib partiyaga kirish qandoq kirish jadvalidan shu to'rdan qandoq tizimlash degandeklarni shu to'rdan ko'rsatgan. Endi hozir bu partiyaniki nimasida shu sizlarniki shu demoqchi bo'lganlar shu tashkillanib biz tayyor turmiz deb xuddi vatan atilam ozod bo'lib ketadigandak shundoq ayajon shuarliq vatanni ozod qilamiz deb men Kanadaga kelgili 8 yil bo'lay debdi mana 8 yilning oldidami shundoq namoyishlar bo'lib ekan to'q men 8 yil 10 yil demay ota-onamni elib esam 50-yili tug'ilgan desam ota-onam tug'ilgandan tortib bizniki vatanimiz yo'q. Biz shu tirishayotimiz ovozimizni dunyoga olib deb shundoq Twitter'dagi faoliyatlarga aktiv qatnashib isbotlarni shu to'xtamay tarqatib shundoq qilyapmiz ta hozirgacha mana 71 yil o'tib bo'pti. Endi u sizlarningki tayyor bo'lib turmiz deganinglar qanchalik vaqt tayyor tursizlar shundoq qachon ozod bo'ladi u deganinglarda shundoq tayyor bo'lsak Amerikaninki Xitoyniki parchalash niyatiga Xitoyniki parchalash planiniga biz bir shu planniki biz bir qism bo'lamiz deb Amerika bir kuchli davlat endi navoda shu Xitoyni parchalayman desa endi bizdek Xitoyning topini ostidagi bir millatniki yordamiga muhtoj bo'lamda qilaman desa o'zlari qiladi biz tayyor turmiz deb endi u Xitoyni parchalash degan bir davlatning ichida har xil odamlar har xil siyosiy yo'llar har xil ideyaliklar bo'ladi ba'zilari parchalash bo'ladi ba'zilari faqat shu kompartiyani bilan parchalaymiz endi degandek ish qilib o'xshamagan fikrdagi odamlar bo'ladi-da masalan yana bir shu sizlar shu Amerikani shu bizga yordam qilib vatanimizni ozod qilib berdi deganlarga masalan mana bir videoni ko'rsatay. Bu Amerika o'zininki generalniki og'zidan chiqqan gapni anglab beqinglar.
Top East Turkistan 50-60 ming ergashkisi bor Facebook page'imizda. Bu Robert Spalding Uyg'urlar to'g'riliq kitob yozgan. Bu shu odamniki degan gapida aniq so'raydi. Seningcha keyingi 10 yilning ichida 10 yilning ichida seningcha shu nima bo'lamdi? Sharqiy Turkiston va Tibet qatorliq Hong Kong qatorliqlar shu ozodligini sen keyingi 10 yilning ichida bo'ladi deb qaramsan. Kompartiya keyingi 10 yilning ichida parchalanadi deb qaramsan. Seningcha Amerika shu Uyg'ur genocide deb atalgandan keyin, ya'ni erkak qirg'inchilik deb atalgandan keyin ikkinchi dunyo urushi mazgilida Yahudiy qirg'inchiligi deb atalgandan keyin Amerikaniki qurolli kuch bostirib kirib va shu qirg'inchilikni to'xtatgan. Ashuningga o'xshash Amerikaniki Xitoyga qurolli hujum qilishi, qurolli qashiga shu ishga aralishishi mumkinmi degan chog'da Amerikaniki o'ziningki o'zining og'zidan no deb javob bergan. Keyingi 10 yilda hozir mana o'zinglar biyoslar anglab berganlar. This is what they're using Hong Kong for, and we ought to cut it off. These types of policies will really strangle within the next 10 years. Next 10 years. Maybe. Do you see the independence of Tibet, East Turkestan, in Mongolia in the next 10 years? Maybe. And last question, you could kind of answer this. I always ask this to my strategist guests. We here at East Turkestan are a non-violent organization, and you've mentioned that this is a Cold War. It's not going to get into a hot war, even though China is committing a genocide. Now, 76 years ago, America and its allies went into Germany, took down Hitler because of the genocide that it was committing against the Jews. Now, based on this, do you see in the future, 5-10 years down the track, the US allies any sort of military intervention into China? Next 5 or 10 years, keyingi 5 yil yoki 10 yilning ichida military to stop its genocidal policies? No. Okay. Thank you very much. Bu General Spalding'niki ziyorat qilgan xotirasiki oxirgi bir necha minutdan olgan narsa. O'ziniki og'zin Amerika qurolliq aralashamdi shu ishga degan chog'da bergan javobi no dedi. Keyingi 10 yilgacha no dedi. Men endi meniki savolim, partiya a'zosi bo'lgan bolaslar qancha yil saqlamoqchi? Shu 10 yilgacha shu kunda degidek haftada 3 qatim shundoq siyosiy o'rganish qilib yuramsizlar. 10 yilgacha shunaqa azod bo'lamiz, vatan azod bo'lamiz, azod bo'lamiz deb o'sha g'oya ichida yashamsizlar. Bu inglizcha 10 yilniki gapini qilmasam, hamsa Uyg'urcha, o'zimizniki Uyg'urcha programmalarni olgan misollarni olib aytay. İsmi kimdi? Erkin Akram doktor strategiya mutaxassisi bir fidoyilar ekranda chiqib so'zlagan chog'da shunaqa vatan 20 yilda azod bo'lgan ishlar mundaq deb so'zlagan chog'da Uyg'ur jamoatining ichida shundoq bo'lib ketgan vatanning ichida shu 20 yil azod bo'ldi ekan degan chog'da ikkinchi qatim shu doktor Erkin Akram apandi uni nega saqlagan bo'lgandim endi. İkinci qatam qaytadan ekranga chiqib 20 yilda vatan azod bo'ldi degan gap kashki shundoq deyalamki men uningga 20 yildami vatanning azod bo'lishini kesib aytamayman deb boshlaq dedi. Shuni o'ylab boqayli 20 yilgacha sizlar partiya a'zosi bo'lib 20 yilgacha shunaqa siyosiy o'rganish qilib o'tib ketmoqchimisizlar? G'oyibparast sizlarni shu bütün asiyodinglar bilan shu partiyaga xato gaplarni shu to'g'rimi shu deb tushunadigan darajada shundoq bir xil sodiqlik sizlarni ko'r qiladi deganda u partiya. Shundoqni ko'ringlar deb chiqdim. Shularni o'zimniki o'ylaganlarimni shuni so'zlab boqay deb boshlab yuribdiman. To'xtanglar, ya bir videoni nim qilay. Nega saqlagan bo'lgandim u fidoyilar ekrandagi shu so'zlagan shu strategiya mutaxassis shu
nimalarni tahlil qilgan chog'da vatanning ozodligini tahlil qilgan chog'da deyilgan gaplar bor. Anandan bu partiyaningki faqat hammalar meningkilam nimamga kelinglar degani faqat meninglam to'g'ri, faqat partiya bo'lsam vatan ozod bo'ldi deyishning o'zi butunlay xato u. Men sizlarga shuni misol qilib, mening gapim emas, boshqalarningki oldi bilan Nabiga aloqamizdagi bir qanday mustaqil bo'lamiz degan gaplarni bir anglab baxsanglar, unda vatanninki ozodligi deganda hammamiz kurash qilamiz, birimiz aeroplanda minishimiz mumkin, birimiz poyezdda minishimiz mumkin. Yani birimiz maşinada minishimiz mumkin. Ashunday kurash qilib, nima qilayotgan, unda birli, ya'ni meningkidan to'g'ri deyilib, qolganligini nima qilsanglar bo'lmaydi degan temada so'zlagan bir video bor. Ashuni sizlar bilan ko'pchilik bilan tang o'rtoqlashmoqchi. Anandaki bu 2 kundan oldida Indoneziyaga norozilik bildirib, boshına ishlangan bir videolarimiz nahmaydan taqatgan nimlarimizda Abdug'ani Sabit akamizni ketgan gapim bor o'xshash. Unda faqat meninglam to'g'ri deyilish, faqat meninglam menkigilam kagin deb unda deyilish u bo'lmaydi. Ashlarni sizlarga hozir misol elib to'xtanglar. O'zlarining gapini anglab beqinglar, anandan birlikda deyishaylik demoqchi sizlarga General Robert Spalding'niki gapini anglatdim. Keyingi 10 yilgacha Amerikaning Xitoyga qurolli hujum qilib olishi mumkin bo'lmaydigan ish. Big fat no deyapti. O yilgacha unda aniq bo'lmaydigan ishni sizlar o yilgacha shunday siyosiy ginish qilib partiya nima desa shuni qiladigan qilib bulanchilik qilmang degandek gaplarni qism cho'qimliqi bir xil o'ziniki fidoyilar ikrom degan gapi bor-ku. Shunday tashkillanib, mang desa mang deydigan, tur desa turdigan shunday odamlar qilman degani u o'ziniki degan gaplari dillan bor. Unda u bir hozircha hech qanday bilinmagan bilan bu xuddi 5000 Suriyaga ketgan fojia bilan o'xshashdeklan bir ish. Bu partiyaga turkumlab menishiningki o'zi bularningki Suriyaga ketganlarga ularga jihad nimasi bilan shu kallasi yulib ketib başındaq ketgan. Ammo u partiya kirdiganlar shundoq vatan cho'qim ozod bo'ladi deganga shundoq savdoyilarcha ish qilib odamniki kallasini chuq unda bir hisob etgan chog'da bu partiyaga kirganlar hammasi mashka muranglarnikini ichidagi ma beshinglarni shu apriplama shu Najmiddin tutqandaklar tutqizgandaklar bo'lsa u muranglarniki ichidagi hozir hammasi butunlay Najmiddinning ideyasi bilan to'lib ketibdi. Boshqa hech nimani ko'rmaydi ekanlar. Hatto tarafini chiqib mana bundoq deydi deb ko'z tipasimchi oy to'g'ri gapirdi deb boshliq deydi. Bu bo'yicha ketaversa boshqa barliq tashkilotlarning shu Najmiddinga o'xshash so'kadigan shunday odamdan hozir 1500 paydo bo'lib qolibdi. Bu bir yaxshi ahvol emas bu. Keyin fojiaga aylandi shundoq. Butun tashkilot partiyalarga boshqa shu tashkilotlarga qilayotgan ishlarini ko'zga ilmaydigan, hech kimda bo'la, o nima qiladi, nima hisob qiladi deb xalqniki amgikini ko'zga ilmaydigan shunday odamdan hozir 1500 bor ekan. O'xshash shunday yetish bo'lib ketib beribdi. Sizlarga mana Nabiga aloqamiznikini sizlarga gapini anlatay. Anandagi sizlarga shu ovozliq uchurni partiya to'g'riliq ovozliq uchurlarni sizlar bilan tang bahslamoqchi. Anglanglar, o'zinglar tafakkur qilinglar. Anlasanglar ishonib qilinglar. Nabiga aloqamizga bir narsalar xili mayada xo'rlangan vijdon degan 1 minut 37 sekund xilamka buniki yarım soatlik kinosini ko'rgan bo'lsanglar ajoyib odamni yig'iltib yuraklarni par qiladigan kino ekan. Qachon shu nimada chiqadi? Oldimizga Cumhuriyet bayrami kuniga atab shu programmani ochiq oshkor qilmoqchi. Uningki tafsilotim qatorida chiqadi deyman. Videolarniki ichidan mustaqil qanday qo'lga keladi degan gapini anglab boqaylik. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hürmetli qarindoshlar, ben qilishimlar Nabiga alam. Bu davlatchilik ideyasini
özümüz düşünüş bilan birga qalbimizda yashnatish va uni shu davlatni ilish va shu harakatni birga keladi. Muborak bo'lsin deb bir-birimizni tabriklab mana qisqachalarni yo'llab. Mana Cumhuriyet günüde tur yo'llab qo'yinglar. Biz buni amaliyotga, ya'ni o'qitishtiramiz. Vatan uchun xalqimizning imkoniga yarasha harakat qilish kerakligimiz. İnşallah mayli iqtisodiyotdan bo'lsin, mayli siyosiy ideologiya siyosatida olsun, her cihet için bugün o tabiiy qarindoshlar. Çünkü Allah Teala her insanni hatta qo'shmoq bo'lgan bir ananing qarnida tug'ilgan insonning uchun mijoz xulqini uchun o'xshamagan shaklda. Biz cho'qim hammani o'xshash qilib 100% ekilimiz deydigan uyimiz yo'q. Umum jihatdan xalqimizdan arzu armani Sharq Turkistonning mustaqilligi. Bunun da Sharq Turkiston xalqining ideologiya asosi bo'lgan dinimiz islom, vatanimiz Sharq Turkiston, millatimiz Uyg'ur, düşmanımız Xitoy tajovuzchilari degan bu ideologiya asosida yig'inchoqlagan shaklda har xil shaklda imkonimiz yetgan shaklda harakat qilsak bo'ladi. Cho'qim sen mening yanimga kelsan, meni e'tirof qilsan, meni e'tirof qilmadan hamma baka deydigan ish yo'q. Her kim Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun bizimiz aeroplanda minishimiz mumkin, bizimiz poyezdda minishimiz mumkin, bizimiz mashinada minishimiz mumkin. Bu qatnash vositalarini tanlash, xuddi Sharq Turkiston davosida qaysi xil shaklda o'zimiz imkon etgan usulni tanlash o'xshagan vosita bo'ladi. Ama nishon bir barlayamiz Sharq Turkiston. Ama bu yerga berish uchun ba'zimiz aeroplanda, ba'zimiz poyezdda, ba'zimiz başından minishimiz mumkin. Ama onunla bilan sen bo'lmadan, sen birlik ekanmidan, sen aqchidan, sen ko'pchilikdan bir-birimizni xafolashga, bir-birimizni tapirtani qilishga, bu vaqtimizni isrof qilishdan, zehnimizni isrof qilishdan, o'zimizni xo'rjishdan boshqa narsa istab qaraymiz. Vatanimiz Sharq Turkistonning mustaqilligini pok muddatda qo'lga keltirish uchun og'zimizdagi shuar bilan emas, amaliy harakatimiz bilan shuarimizni amaliy harakatimizga tatbiqlagan vaqtida ve bunun için hareket qilgan vaqtimizda, bunun için bedel to'lagan vaqtimizda bu Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltiramiz. Ama bu deb qo'yib, og'zimizni gapni qilib qo'yib, harakatimiz boshqa qolsa vaqtida yolg'onchilik qilamiz. Vatanimiz qalbimizda yashagan vaqtida biz vatanimizni amaliyatimizda Sharq Turkistonda yashata olamiz. Vatanimizga bo'lgan tushunchimiz, mustaqillikka bo'lgan tushunchimiz, mustaqillikka ilişki bo'lgan tushunchimiz bu to'g'rilanmasa, vaqtcha biz yerim yo'lda ketib qolamiz. Hayajon bilan, hissiyotdan bu mustaqillik qo'lga kelmaydi. Aql bilan, farosat bilan, strategik plan bilan, bedel to'lash bilan Sharq Turkistonning mustaqilligi qo'lga kelmaydi. When school isn't a place. Bunday o'rinli gaplar. 2 kundan oldida Abdug'ani Sabit akamiz bilan Arslan Hidoyat qarindoshimiz ikkisiniki o'rlashtirgan kim Indoneziyadagi 4 qarindosh to'g'risida so'zlagan bir video bor. Ashnodami mushu hozir anglagan Nabija akamiz aytilgan so'zlarni o'xshash mazmunda takrorlagan. Ya'ni faqat mening nom to'g'ri, cho'qim partiyada o'zim o'zgartirdim. Shu mening qishim bilan kelsam bo'ladi, boshqa mamlakatga deganga o'xshash shunday ish qilmashmaydi. Har kim o'zimizniki qo'lidan kelishga tegishli ishlar bilan men biriga saqlagandim, telefonda saqlagan, shu kesib eliblam o'xshash shu mazmundagi hozir so'zlagan bilan o'xshash. Vatanning ozodligi uchun birimiz aeroplanda mangmiz, birimiz poyezdda mangmiz, birimiz shu mashinada mangmiz deb shu kurashni shunday mangdimiz, shu to'xtamay kurash qilamiz. Bunda qarshi degandek hammasi biriga kelib faqat mening nom to'g'ri deb bunday kim qo'ysa bo'lmaydi. O'xshamagan fikrdagi kishilarmi bor? Shunday shu xalqniki ozroqlam degan gapini qabul qilmaylam, partizmliklar kirgizib o ojizlarniki qilgan shuni qaragan men xeli kuchli ekanman-ku. Shuncha ola tartibdan keyin bu partiya a'zolarining biri nima desanglar qanday bo'ladi desanglar bular ilqi Najmdan o'zi deb aytgandek bir xil ilqi
Hamma davlatlarda shunaqa partiya a'zosi degan gap ba'zilari yoshirin, ba'zilari oshkora. O'sha qarta shu tashkilotlargami odam kirgizdik degan gaplarni o'zi e'tirof qildi-ku. Shunga o'xshash bu 1500 partiya a'zosiniki ichida kim bildi sizlarning atrofingizda qachon Najmiddinki nimalar paydo bo'lib qoldi? 1500 hamma davlatlardan botursa. Shu bularni asosligi shuning gap tushish hamma holdan xabardor bo'lib tursam-kan deydi. Men o yoqdan bir gapni deb qo'ysam cho'qim Shadima Mahmud shu meniki shu degan gapimni ilib o biz xo'shishib bo'lib hamma qilib kiyim paranglashib deb bo'lib ma keyindan degan gapimni tahlil qilib uzun bir narsani yezib o mening o deganlarimni boshqalar bilan Najmiddin o'zi bilan bularniki o'rta qolaydiki shu o'zaro maslahatlashidi birlikda shu hujum qiladi birlikda maslahatlashib nim qiladi danglar o Facebookdagi narsalarni vakillar qatimliq inkos o'qiydigan videomda maxsus qaytadan qilib ishlay bu hech nim yo'qlam bularniki hujum qilish usuli qandoq desanglar men partiya to'g'riliq so'zlasam o ishkelniki oldidagi boshqa bir narsani shu ish qilib bir odamniki bu bir ayol kishiniki degan gaplarga shunchalar hamda shunchalik hamda bu yozmalar qo'ymagan yo'q baribir u 4-chi qatam men to'g'riliq bir narsa yezishi u yoqniki uni u to'g'riliq maxsus ayrim nim qilay u to'g'riliq hozir gapmay unda partiyaniki o'ziga ham kelaydi partiya a'zolari shundoq bularniki bir alaydigi shu o'zaro gap tushish gap yetkazish maslahatlashish birlikda harakat qilish shundoq bu birlikda harakat qilish qanday bo'ladi shu o'zaro bo'ladi uyg'urning ichidagi shundoq bo'ladi harakatlar Hargizmi Xitoyga qarshi Twitterda bir nim qilaylik deb oldingi videolar Indoneziyadagi 4 uyg'urni qaytarayotganlik to'g'risida butun nimamizni bildiraylik noroziligimizni bildiraylik qani 1000dan ortiq odam bo'lsanglar qani shu 1500 emas faqat 500 lam hashtagini bir aytib bertinglar shunga birlikda harakat qilib bertinglar deb keyin Twitterga chiqib u Indonesia Stop Deporting Uyghurs degan hashtagni tekshirib baksam yana shu o'xshashdan burungi faoliyatchilar burungi Twitter'dagi faoliyatchilar hamkan onundaki partiya a'zolari maxsus 500dan 700 a'zo unda birlashib harakat qilgan Xitoyga qarshi harakat emas faqat o'zaro harakat shuninglar ma'lum qilayotgan ishlarni partiya a'zolarininki oyadagi yozayotgan gaplariga qarab beqib partiya a'zolariniki qanday ekanligini o'zinglar bilinglar demoqchi endi bu partiyaniki o'ziga qaytadan bir kelsak masalan yana bir narsani deb beray partiyaga qanday kirdi to'g'risida yoshirin kirsin bo'lamdi yoshirin kirsa qanday kirdi pulni qanday topshirdi pulni nega topshirdi deganlarni o'zinglar o'ylab boqmaydi ekansizlar ohoy bu partiyalarni oldin qaytam maxsus Mushadagi 5 partiyaga solishtirib kirish usullarini har bir partiya badal puli degandeklarni solishtirib so'zlab berdi shular to'xtama continue partiyaga qanday kirdi ekan bu yoqniki ovozi kim desanglar shu partiyaniki eng g'o'lliq odam bo'lgan biraylarninki o'sha maxsus partiya a'zoligiga odamlarni nim qildigan tashviqot ishlaydigan bo'lniki ovozi shuniki bergan javobini anglab beringlar bu partiyaga yoshirin a'zo bo'lish bilan pul topshirish ahvoli to'g'risida yoshirin a'zo bo'lsangiz ayrim partiyaning hisobotiga ursangiz bo'ldi ammo hozirgacha partiyaning hisoboti tasdiqlanmayotdi saqlayapmiz Yevropada bu hisobotma ishlari biroz tashkil Fransiyadagi tashkilotniki Uyg'ur tashkiloti bir yilda tasdiqlangan bizning 6 oy bo'lib qoldi 7 oy bo'ldi tizim tasdiqlanmayotdi balki yana 5-3 oy bo'lib qolishi mumkin o holat qilsak ham bo'ladi lekin o videolik qasam birmuncha odamni oldi bermaysiz faqat shu partiyaniki shu boshqa Najmiddin Sherif afandim bilan birga turib birisi shunman ikkimizning oldiga qasam bersin bo'laverdi bo'lmasa shu Najmiddin Sherif afandim uzuk bersangiz bo'ldi sizni shu Najmiddin afandimning boshqa odam bilimchisi bo'ldi shu ma'lumoti bo'ladi ondan keyin haftalik dars o siyosiy kuni haftada 3 qatim bo'ladi 2 haftada bir qatim doktorlar dars o'tadi
Ee, 10 yıl, 20 yılgacha shundoq shu siyosiy o'rganish qilib ham ketamsizlar. Siyosiy o'rganishinglarda shu odam tanlashni keyingi 10 yil, 20 yilning ichida men unday so'zlaydigan yana birasi chiqsa, yana bir buyruq tushsam, tang hujum qiladigan, og'zini buzib tillaydigan, shundoq tanlashni o'rganamsizlar siyosiy o'rganishda. Bu Yoshirin partiya a'zosi bo'lmoqchi bo'lsa, nurg'un kishilarda shundoq orzusi borda, bir ish qilay deydigan, lekin qo'rquvda shunaqa bo'lgankin, Yoshirin faoliyat qiladiganlar ko'p, boshqa Yoshirin kirmiz deydi-da. Qizlar, o'g'illar, yosh bolalar, shu vatan sevgisi urg'ib turganlar, ayrim gap qiliblar, Najmiddinki o'ziga ham gap qiliblar, men partiyaga kirmoqchi edim deb. Najmiddin o'ziga ham videolik qasamdan birini bersiz, pulni topshirsiz. İnsicim bilen de ba'zini kim buldu. Şunu bilan partiya a'zosi bo'lasiz. Anondan keyin ertaga meningdek so'zlaydigan birasi chiqib qolsa, birla buyruq tushsa, o'tirg'i chiqib anondan keyin qaysi ish to'g'ri, qaysi ish xato, qaysi gap to'g'ri, qaysi gap xato demaylar. Partiya nima desa shuni qilasiz. Bu mayaniki ichi butun ideya boshqa bir odamning ideyasi bilan to'lib ketsa, bu menga ish bo'lmay nima u? O'zinglarni emas, bu beshinglarni haqi tutqizib qo'yibsizlar. O'zinglarniki mustaqil fikr qilishningiz yo'q. O'ylab baxmaylam. Amerikaniki bizga yordam qiladi deb. Amerika o'zining odamlarini davosana. Keyingi 10 yilning ichida, yoki 5 yil yoki 10 yilning ichida Amerika military intervention bo'lamdi bo'lmamdi deb Barsayda so'rgan chog'da Ayda Robert Spalding no deb javob berdi. Hamma gaplari aniq ochiq. Pidaylar ekrandamu kim doktor strategiya mutaxassisi olib aytgan chog'dami, kashki keyingi 20 yilda vatan ozod bo'ladi deyalisam kan kashki, men uningmi jazm qilib aytamayman deb boshliq degan tursam. Keyingi 20 yilda ashna siyosiy o'rganish qilib boshlab ketamsizlar. Başka yapıları bütün aşı ögünüş siyasi aşı partiye aitlam gaplarda hamdi. Hammasi meki paranla. Tayya turmusa olmaydı deb. Buludu vatan azad bo'ldi deyli. Aşı dünyanın har qaysi joyidagi aşı 5000 hozir 1500 dedimi? Mыңдан ашыды dedi. Ochiq yozgan chog'da Facebook'ka ochiq 1500dan ortiq yosh bola bizda ayrimchilik qilgan chog'dan 1500 debdan 90 qanchalik o'ziri bilmasa ish qilib 1000dan oshdi ekan. Ashu har qaysi davlatdagi 1000dagi odam sizlar vatanga gurrida boram dekansizlar, vatan ozod bo'lgan chog'da tayyor turam dekansizlar. Amerika sizlarga yordam qilam degan. Amerika qurolliq berib Xitoyni parchalaytam degan. Xitoyni parchalash maqsadi onundagi fikrlar, o'xshamagan fikrlar amaliyada bor. Bir partiyaga qarata o'xshamagan fikrlarmi bormi? Mana meningdek, ankin qo'llovchilar, ankin tillovchilar deganda har xil fikrdagi odamlar bor. Sizlar bu o'yinlar bilan zala, fikrlarim Yaşlarım da koyayım bir küçük falan ki kızıqarlıq bir videosu o. Ah xudo deb so'zlagan bir küçük falan ki videosu bo'lgan. To'liq o'tiriniki o'quvchisi koko imtihon berishdan ilgari so'zlagan ashuna bir videosu bor ekanda. Bu yosh bola o'ylaydigan edim. Bu nima shundaq yiliqi meni bak shu partiyaniki bir narsalarni ishlaydigan bakayliqi zo'rlab ketdi-da. Ammo hamma gaplarini oldim, qachondan boshlab bu rekord qilishni boshladim desanglar, butun hammani so'kidi ekanda, shu boshqa tashkilot, shaxs, o'slar meni o'ziniki gapinlamanglar, hozir men menga nim qilib qo'yay. Bu hozir o'tirib chiqaman desam-chu, ma partiya a'zosi bolalar islami, men undaqiliqi shaxsiy satgaplar bilan hujum qilmay, ilmiy paranglar bo'lsa qilsanglar bo'ldi. Sizlarniki o'sha degan har bir yig'iz gapinglarni sizlarniki agishayotgan odamlardan tepib bera olmayman. Men sizlarga rost gapni qilsam, undaq udulisam, butun
tashkilot shaxs birdan ismlardan misol oladigan bo'lsam degan o Ali Akbar Damolla bu tashkilotlar soqolli qarindoshlar hamma nima bor. Men faqat shularning ichidan faqat bir Dünya Uyghur Qurultoyi to'g'riliq so'zlagan qismini kesib olib oldingi videoda sizlar bilan tang o'rtoqlashgan. Mushu bo'yicha partiya a'zolari shunday kiraveradigan bo'lsa, mushu Najmiddinning da'vatgan gaplariga o'xshash so'zlaydigan odamdan hozir 1500 paydo bo'lib qopti. Keyin qanday bo'ldi? Bütün tashkilotlar hammasi yo'q bo'ladi, undaq ketaveradigan bo'lsa, hammasi shu tashkilotlarga hujum qiladigan, tashkilotlarning qilgan ishlarini yaratmaydigan, yo'q qilgan nemishdi, nima nemish bo'ldi, qilgan ishi nimati deb haqni yaratmaydigan, haqning amkiga hurmat qilmaydigan ishlar o'xshash shunday so'zlaydigan bo'lib ketadi. Va amaliy oldingi qitim ozroq qismini share qilgan, o'zinglar anglab beqinglar. Derslikniki o'zi ekan bu. Shu siyosiy o'rganishdiki u Tibetlarninki ahvoli butunlay amaliy ahvollar, ularni nima qilish bo'lmaydi albatta. Ularnikini xato deyish bo'lmaydi. Ularniki hukumatning ichidagi shu sistemlari Amerikadan pul yeyotgani, ularniki sistemli qashaq ishlarni qilayotgani, ammo bizningki ahvol bilan bu o'xshamaydigan to'g'ri. Qurultayni ko'p emas bo'lsa, sen ko'p qil. Partiya a'zolariga ochsin, ichib sizga aralashsin. Har bir qatim bir narsa yezib qo'yganingizda, men bunday bir narsa chiqadi. Selishtomiki bu mayqni qo'layla avval bir. Hech bir zaman ahmoqlikni qilib qo'ymaydi. Mau aldık bir
kelsam men odamga ish bermiz deganim qiziqda. Bana bergen bahalari anlap bakınlar. Necmiddin Şerif tarafidan itiraf qilingan mening natijalarim deb turolay. Şu to'xtab qaling desam bu uraveramdi telefonda siyosiy o'rganish, mana bu qilishni qilaveramdi ishlamagan odamga. Siz qarang, meniki taklifimni Twitterga chiqinglar, Twitterdan bir tizimni qo'ysin, sizga ergashsin. O'zingizni dunyo Uyg'ur qurultiyidan qaltis hisoblagansiz, Allohga qilayotgan ishlarni o'zingizni qaltisroq bir padaslang. Menga bormaydi. Benim qilayotgan odamimiz Altayning ichida ichish qilmabsan, shu faqat odam yig'ishlarga ishing. To'xtamay qilyotidi. Qaniki Twitter necha kimlar agishlikli, kimlar shunaqa diqqat qilyotidi, shuni bir qarang. Agishayotgan odamlarga qarang. Sizni hech kim tanimaydi defe. Sizni faqat Uyg'urlarni tanidi hozir faqat dunyoga faqat cho'ng deyapman. Vay gap sizdan anlasanlarmı şu qaranglar, men bu o'tirg'i chiqqandan faqat bir tashkilot to'g'riliq degan gapini o'tirg'i chiqardim. Og'zini buzib tilaydigan partiya a'zolari jim turmsanglar, sizlarniki agashgan odamlarniki qanday ekanligini yanim bakrak ichib ko'rsatib berman sizlarga. Anlanglar. Endi men sizlar oldingi qitim hikoyamda o'z og'zim bilan anlagan hikoyani men so'zlagan, endi o'zininki og'zidan bir anglab bekinglar, anglab bo'lib, bu tosh hikoyasini so'zlab bo'libmi o'zi nima degan, ashundoq yo'q vujudga chiqmaydigan ishlar orqali natija chiqarg'ili bo'ladi, pul topg'ili bo'ladi degan nimashani o'zinglar anglab bekinglar. Mening hikoyam emas u. Najmiddinning hikoyasi oldingi videoda boshlab dedim-ku, men bu hikoyani o'zidan olgan. Sizlarga men tosh hikoyasini so'zlab beray, tosh sho'rpisi hikoyasi deb shu nimani so'zlagan. U tosh sho'rpisi hikoyasiniki ismini Xitoycha ismini shu bidoylar ekranda o'zi tilga ilib o'tgan, o'z og'zi bilan anglab olsanglar. O'zim ixtiyorlik bo'lmasam-mu, ixtiyorliklarni biriga kelib shulardan pul topman degandek bir gap qildi bu hozir.
Siyaset taşırpısı okşaydı. Siyaset hazır kılayotgan siyaseti dal taşırpısınki özü. Ben demedim özünün avazı men bir yerden kiriştirip bir yerden yasıp texnik usulları boyunca öz avazı. Koçuq chiqib to'g'la deb taşırpısının arasında teşekkürler da. Xuddi hozirgi partiya a'zolarniki başka partiya a'zolariga kiradigan odamlarni to'plashi o'xshaydi. Ey kelinglar, Najmiddinning partiyasiga qatnashinglar degan imot taşırpısıniki o'ziga. Oy, mahaloyiq madam taşırpısı qila oladi ekan, biz ko'rsatib qo'ydik kelinglar deb birsiga go'sht og'izib birsiga. Cho'ng bo'lsa zalg'izib degandek. Natija qazanalaydi. Seninki quruq planning hozir shundoq natija qazanib ketib beribdi mana. 1000 odamlar deylik, bo'ldi 1500 demay, u degan gapdan 1500 debdi. Endi Facebookka ochiq oshkora yozg'ini 1000 dan ortiq bo'lgan ekan. Minglam deb olsam, Amerikadagi nima bo'yicha hisoblagan chog'da $148. O texemada xalqı pitin pul emas, texe 148 xuddi şaxıltıb setişlandı yılғы 1% boyunca hesaplagana o'xshash.
$148 20 yılgacha topshirib yuringlar shundoq siyosiy o'rganish qilib. Shu deb. Sizlarni shu kallanglarni shunaqa tutib turish, necha yillargacha shunaqa ahmoq qilish sizlarni. Ahmoq qilish jarayonida shundoq baland pul kirdi. O'nimda yaxshi savdo oldim ketimlam dedim-ku, $1 million savdo deb. Bu haq vatan uchun ish qilyotdi deb qilgan ishniki tayini, hatto o'ziniki turadigan yeri, yeydigan nemsidan tortib o'sha puldan yeydi, u o'ziniki yonchuqidan o'zi halol ishlab pul tepib bir vatan xalq uchun ishlatadigan o'sha bir ishxonasiniki pulini to'laydigan azroq oy uchirib turay ya. Shunchalik darajadagi odamga o'zinglar agishib ketib qolgandan keyin ama buni qanday qilib bunda hammasini rekord qilishga tegishli bo'lib qoldi desanglar, o'ziniki meni haqlar mashhurlarga akilab telefon qilib rasvolashib deb undaq gaplarni yozib ketibsizlarmi? O'zimni deydigan, o'zi bezirib menga telefon qiladi, to'xtamay o'zi menga shu nima ishlayapti deb. Meni Sharqiy Turkiston Cumhuriyet Partiyasininki bayonotchisi qamoqchiga. Aşaq menga to'xtamay 4 soatlik so'zlagan xotirasi bor. Ashninki ichidan olgan bir qism materiallar. Amene shu mening kalla yuyib, ashninki partiyasiga kirgizib, men kirgandan keyin bu YouTube'da bir ish qilayotgan odam bo'lgandan keyin haqlar meninkimi gapimni anglaydi. Men shu hozir shu ashadamaniki qilayotganiga o'xshash shunday shu men partiyaga nima ishga kirdim. Men partiyani nima deb qo'ymayman yoki bo'lmasa shu partiya shu ishlarni menga qilg'izmoqchi edi. Ashlarni o'lishib beqing. Nimangizga chiqadigan YouTube kanalingizga uni ishlaydigan, buni ishlaydigan ishlarni o'ylanib beqing degan gaplarni takror degan. Men o'zim aktivlik bilan izlab yurib gapga yerim yo'q. Buni sizlar meni unchuvolar meni bir narsa deb ketkicha. Bularni ayni qo'yib, sizlar o'zinglar vatan quramizni g'oyamizni quramiz. Hammaga gapi pul uchun. Soda to'g'riliqlam o'ziniki qanchalik usti sodiga ekanligini har jihatlardan menga isbotlab berdi-da. To'xtamay mening qonunimizni o'ylashing. Shu partiya to'g'riliq gap qildim. Mana gap qildim oxiri. Bo'ptimi? Birinchi qatam gap qildim. Ikkinchi qatam inkasdan o'qib gap qildim. Hamda ma'vo rasmiy ikkinchi qatam yana bir qatam sizlarga shu o'zinglarniki partiyalarniki mohiyatini tuninglar deb. U partiyaniki eng g'olliq odamlardan biri bo'lgan odamniki o'ziniki ovozini sizlarga partiyaga qanday kirdigan, yushirin kirdiganligini, pulni nega topadiganligini Ashlarni sizlarga o'z og'iz bilan aytganlarini bir qilib, hammasi partiyaga munosabatli, hammasi ochiq oshkor ishlar bular. Ashlarni sizlar o'ylab beqinglar, buni endi bu xalq bilan o'tirdi, deyishgan gaplarni o'tirga chiqdi degan gap emas, bu shu partiyaga munosabatli gaplarni so'rgan savol. Uni qana qildi deb so'rgan savollarga bergan javobi. Shu sodaniki gapi. Shu Tibetlar shu sizni shu partiyaga ishontirishniki bir shu shaqiltib setishdagi xalqlarniki kallasini yuyishga jarayoniga o'xshashroq bir ish bu endi. Andan keyin boshqa yana shu siyosiy ishlar to'g'riliq nurg'un siyosiy o'rganishlarni, siyosiy tarbiyalarni bergan. Vatanda Xitoyniki maktablarda o'rganmagan Xitoy tarixlarini butunlay texmo tafsiliy holda Najmiddinning olsin texmo tushunishli anladim. Hokimiyatlarniki olmish jarayoni degandagidek undan boshqa shaxsiy gaplarni qilishgan yerlarimiz bor. O'zi biladi nimalarni deganligini tortib. Bu odamniki qanchalik shunaqa dedim bu butun tashkilot shaxs ish qilib o'zining yeniga kelmaganligi har qanday bir odam va shaxs odam va shu nimalarni tashkilotlarni bir narsa deydi ekan. Shundoq gap qiladigan odamniki oqsini necha minglab odamlar ketadigan ish bo'lsa fojia bo'lmaydimi? Xalqningki kallasini shunaqa necha yillar shunaqa saran qilman desa qanaqa bo'lgani bu?
Hem buniki bu qandaq qilib bunaqalıqı rekord qilishni taldım desanglarmi shu. Endi özünki qaysi ayol bilan bo'g'aydigan tanış qilib, u burunqi ayollari bilan bo'lgan so'qash jedillarni ovozga elib, bolalarım cho'ng bo'lgan chog'da angtaman deyishiga men shundoq achchig'im keldi. Odam bola pastkash bo'la shunchalik bo'ladi dedim men endi. Bolalarım cho'ng bo'lgan chog'da opasining degan gapini angtaman deb. Ishga arxudimning o'tirsidagi jidandim endi opirib, bolalari cho'ng bo'lsak 10 yillar, 20 yillar saqlamdiki. Shularga selishtirgan chog'da men partiyadagi olgan darsimni o'tirg'a chiqib sizlarga voyman mundaq odamkan va partiyani tushuninglar, va partiya agashgan odamlarniki qanday odam ekanligini bilinglar deb sizlarga mundaq chiqib so'zlayapman. Men emas, u bütün boshqa amaliyatdagilar biladigan boshqa tashkilotlarnikini bildiganda deb o'ylayman. Shu faqat tashkilot bo'lganligi uchun, tashkilotning nomidagi odamlar bo'lishlariga a'zolari bo'lganligi uchun u bir yerga bir kim qo'tirib, "Ey, men bundaq odam emas, men bundaq ishlar bor" degan gaplarni o'tirg'i chiqsa, u tashkilotning nomidan deyilgan gaplar bo'ladi-da. Albatta demaydi, hech kim deyamaydi-ku bunaqa gaplarni. Sen mi demisan, o mu demisan, shu deyilmagan tashkilotlarniki hammasi chiqib, sizlar jim turaversanlar, sukut turaversanlar qanday bo'ladi? Ertaga necha yuzlab, necha minglab sizlarga qarshi gap qiladigan odam chiqadi. Bütün ideyasini shu bir odam kontrol qiladigan, birla odam shu qanday buyruq bersa, shu bo'yicha shunday hujumni tan qiladigan, bu hujum bo'lsa, Xitoyga qarshi hujum bo'lsa yaxshi. Uyg'urga undaq bo'lib kelsa, bu rasmiy bir fojia hujumi. Abdurahim O'tkirniki bir she'ri bor-ku. Har turli kishininki suri bak yomon, lekin u qo'qidi bozg'andan hamon. Agar ruhda bo'lsa, u qulluq kishini bozg'anni kor qilmas, hech qachon degan bir she'ri bor, bir rivoyasi. Odamniki ideyasini egallab olish degan vatan ozod bo'ldi deb u cho'qqum ashi to'g'ri deb. Ananiki shuniki degan hamma boshqa gaplarni nima to'g'ri deb. Mana chiqib tilanglar falan ishi bor. Ishkilning oldida Turkiyadagi tizimlash qatnashgan ekan mashina tanglar deb undaq buyruq bergan bo'lsa. Bu birinchi qatimliq emas, u yozgan yozimlari. Amerikadagi bir panohlik salohiyatidagi bir odamniki boshqa bir davlatdagi yashayotgan bir odamni "Mang, sen Wuhanga ket, virus payga ket" deyishni o'zinglar o'ylab boqinglarchi. Undaq yozmalarni men jiq ko'rgandim men. Ben ko'rmasammi, Facebook qarmasammi gap to'shiydigan erkishlar bor Facebookda. Men ayrim yo'llab berdi. Bir kim birsi yo'llaydi, ovozli uchurlarni, men tilgan ovozli uchurlarni yo'llab berdi. Ey, alinglar voy Uyg'urlar yoshi postning ostiga yozgan ingaslarni. Alinglar voy. Jiringlar, yana 20 yil yoshdan shiramsizlar. Qabranglar kirib ketkichilik. O'zinglarningki qilgan amallaringlar, og'zinglardan chiqqan gaplarningki dardini Alloh ulug'dir, Alloh biladi. Bir ayol kishiga qilgan hujumlarningki o'zinglarning bolalaringlarga yenib qilishidan qo'rqinglar. Men afatdim. Men ish parvoyim yo'q. Men to'g'ri deb qaragan ishimni qilaverman. Allohdan qo'rqinglar o'zinglar. Ammo desam, gaplarim tintirab ketib qoldi ekan. Bu gaplarni hozircha men shunchalik ham shu deydiganlarimni oxirlashtiray. Boya deganimdagidek hech qaysi tashkilotlar o'tirg'i chiqib, "Voy, men bundaq odam, bundaq gaplarni degan hech kim deyamsa, men o'tirg'i chiqib dey bo'ldi. O'ylaganlarimni dey. Ko'pchilik anglasin. U Najmiddin o'tirg'i chiqib, "Nimada shuning gaplari, shundoq o'xshaydi" deb akilar qatimliqa shu maxsus planchilik deyilsa qada shu xabarlar to'g'risida so'zlamoqchi. Najmiddin degan gaplarning hammasini shu ashdan o'xshaydi deb amaliyotni ko'ringlar, haqiqatni ko'ringlar. Haqiqatning keyindan minglar. Haqiqat egiladi, lekin sunmaydi deb shunday bir yaxshi bir to'rdishimiz yaxshi yezib qo'yib ekan-to'q. Ba'zi o'zim o'ylab qolman nima uchun men deb. Masalan, Chivu shu 5-yil 40-yildagi tinish namoyishniki oldi keyindagi bo'lgan ishlarni shu sirtqi dunyoga chiqqanman. Agar nima qilgan bo'lsanglar ko'rib baxsanglar bo'ladi. Shu qatimliq bir Talk East Turkiston Facebook page batga bergan bir intervyum bor. Aşağıda başdan ahir özlemniki qilib o'tgan ishlarni qanday yushirin holda shu soqchilarniki Uyg'ur bolalarniki tutqanlari o'shadagi shu tinish namoyish jarayonidagi bo'layotgan ishlar hamda undan keyin ertasidagi men o'zim olgan bir qism shu intervyu qilgan bir qism odamlarniki bir narsalar degan hammasini shundan o'tirib chiqdim.
Ba'zi o'ylab qolaman nima uchun men Xudoyim meni tanlagan o'xshaydi shu Chivo'niki asli haqiqatini o'tirg'a chiqadiganға, shu pokitlik, isbotliq, shu videolarni, rasmlarni chiqadiganға. Allohninki tanlagan yana shu men shu ekanman. Irqiy qirg'inchilikninki amaliy isbotlari bo'lgan 10 ming odamninki hikoyasini shu Turkiyadagi tizimlashni deyapman. Türkiye'deki tizimlaş, özünler so'rab bakinglar, Türkiye'deki tizimlatganlar sizlar nimaning tizimligini badanglar, nimalarni yozdinglar deb. Har bir jadvalniki kendiki, har bir odamniki hikoyasi. Endi bir oilada 6-7 odamdan yo bo'lmasa o'tir hisob bilan 5 odamdan deb hisoblasakmi, u yerda biz yig'gan material, men uni keyingi qatimliq bir maxsus o'rlashtirib uni so'zlay. 3000'dan artıq arxivniki o'zi 3000'dan artıq aile a'zolari bo'yicha sanagan chog'da shunday son jiqlab ketadi onda. Ashuningdagi so'rab bakinglar, ashunda nima yozdinglar deb. Har bir odamning hikoyasi, oilam bilan aloqalashamayman, faloni uydagi pustani, Kanadaga ketish orzusi istikida, shu uydagilari to'g'riliq bergan guvohlari, ovozliq bermaganlarning butun hammasini shu yozmachi yezib chiqqan. So'rab bakinglar, nimalarni yozdinglar shu joylarda. Hozir nimishqa butun dunyo bo'yicha Kanada birinchi bo'lib irqiy qirg'inchilik dedi. Asla Amerikaga sayohatga borsanglar, Washington DC borsanglar, cho'qim bir Holocaust Museum degan bir muzeumni cho'qim bir ko'rib bakinglar, shu Yahudiy qirg'inchiligining ayni chog'dagi shu amaliy isbotlar. Ben şu Uyg'ur qirg'inchiligidagi xalqlarniki guvohlikqa amaliy qirg'inchiliklarni isbotlagan to'plagan odamlarniki birisi. Bu birisi desam hamda men faqat shu tizimlashga yordamlashdim. O ishim tugdi deb necha qatimlab bayonotlarni berdim. Shu Facebookga uchiq yozdim. Nadu? Bir ayol kishining shu Allah. Sizlarning gapinglar sherim kamaydi meniki. Tarix yozibdi, tarix keyingi avlodlar baho berdi. Mening ko'rim yo'q hozir sizlarga nima deyishinglar bilan. O'ylashimni o'ylaganlarimni so'zlasam nima bo'pti? Alloh beribdi ekan, har biring so'zlasang bo'ladi deb. So'zlayamaganlarniki so'zi ovozi bo'lyapmiz. Amaliy ish qilamiz. Va Uyg'urlarimiz yo'qolib ketib qoldi va kilonlar deb to'xtamay tashviqotlar qilib nurg'un odamlarni yutib qo'yishga qo'zdi. Endi bu gap mayada mandaq bir fojianiki bu. Dedim-ku shu Suriyaga ketib qolgan 5000 ni to'sib qolamdi. Ayni joyda shu hozirmi Suriyaga ketib qolganlar bo'lsa siz qanaqa qilardingiz? O'shan voy to'xta. O Suriya degan mandaq joy tesh kunini o'tkiz deymizmi, demaymizmi? Hozirmi dal shunda qana? Hamma odam o'ziniki beshini bir odamga tutqizib qo'yib ketib boradi hozir. U odamlarimiz qanday bo'ldi? Shu Nejmdan qanday bo'lsa, kimning aqlidan agashgan bo'lsa, o'shan o'xshash odam bo'lsin shu. Uning qanaqa odam ekanligini men asosdan chiqarib qo'ydim tehi. Dedim-ku, nurg'unlar bor, o'ziniki nimalar deganligini o'zi biladi. Saat-saatlab men ideya ishlagan, qanoningizni o'ylashib ekan. Ohoy. To'xtab qoldim desam o yana. O'ylashib bo'ldim. Qilmay bo'ldi. Yaxshi planlab, siz ko'pincha Vallahi oxirini nima ya, mening bir mo'j tanqidlab ketgan yerlari bor. Ba'zilarini bo'ldi. Shuning bilan bugungi so'zlaydiganlarim o'shunchalik. Boy deganimdek, shu hozirniki o'zdagi bu odamlarniki bahosi emas. Dedim bu keyingi avlodlar tarix yozadi bahoni. Tarix yozadi. Hamma narsam oq qorasi ochiq turibdi. Qilayotgan ishlarim, qilayotgan so'zlarim ochiq turibdi. Shu men dedim bu 5-yil 40-yilligidagi shu videoniki men shu Tokis Turkistondan so'rab bir shu o'zim
meni ziyorat qilgan film bo'lgandan keyin shuni kesib kelib men o'zimniki kanaliga chiqarib qo'yay. Eng oxirida shu videoda so'ragan chog'da sen bu Uyg'ur bo'lish sifating bilan sen dunyoga nima demoqchi deb so'ragan shu chog'da Arsayda aytgan shu meningdan ilqi intervyu elish jarayonida eng oxirgi savol shu bo'lgan chog'da men shu chog'da aniq aytgan. Biz Uyg'urlar cho'qim o'zimizniki bir mustaqil davlatimiz bo'lishi kerak degan inglizcha intervyu. Asasen tügen boldu deydi alırım. Köpçilik oylanıp özanlarınki çıkım rağındakilerinin üstteki mundaq kapırıplan baş bir şey tutuzuk koymay. Haqni tıladısı verip kop tıllamay. Haq bunu doğradысы o haqni çivin qıyırla partiya kurğallarını paçaqlap taşaymızısı o gepimi doğra dep olmaptı. Oylağanlarını deyiş gerek mi şundaq Anakin başkalarınkini anlap, çetelninki başka şu biz Uygurlar doğruluk işleyen filmlerini köprek görüp, özümüzdekinden bir nesliga qarab o'tirmay. Hatta şu Muradlar sen çığda şu Xitoy o'lkalar turib yurgan chog'da men ataytana şu bir alayda kanallarni tunishtirgan, falana kanal shundaq nochi shuni ko'rib deb videolarni tunishtiradigan. Şu balachilik bir adam yo'q. Misallarni oldim. Çetalik Amerika General Robert Spalding'inki onunki degan gaplarini misol oldim. Uyg'ur strategiya mutaxassisi doktor onunki gaplarini misol oldim. Nabija alakimizning gapini misol oldim. Voy avu atgan hisobida akimizga gapi ko'p qapti ha. Qaysi gap to'g'ri, qaysi gap xato bunday qurg'ulachi agashmay, o'ylanayli, tafakkur qilayli. Men muhim emas, men degan gapinglar muhim emas. Dedim bu. Tarix yeziladi, qandaq bo'lsa shu bitdi. Haqiqat egiladi, sunmaydi. Men shu baho berdiganlar keyingi kelgusi avlodlar baho bersin. Necha yuz yillardan keyin mayli qandaq xotirlanman, uni shular baho bersin. Undaq bo'lsa bugungi videom tugadi, hammalarga amal xayr bo'lsin. Salomat bo'linglar. Xayr xo'sh.